Tuzatib berasan telefonni. Berganimga dastavkaga keldim. Telefonlari orqada qolib ketibdi. Meni xabarim yo'q edi. Telefon qilib chaqirishdi, olib kelib bering deyishdi. Kechqurun bo'lsa ham olib kelib beryapman. Hozir mana egasiga telefon qilyapman. Alo, assalomu alaykum. Olib keldim telefoningizni. Xo'p. Kutamiz. Assalomu alaykum, siz bilan gaplashuvmidim? Ha, men bilan gaplashuvdingiz, mana telefonlari qolib ketgan ekan orqada. Ha, bo'ldi, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Mana qarang. Nima bu telefon? Sindirib olib kelyapsiz telefonni. Singanmanmi? Yo'q, men sindirib olib kelyapman. Qarang, men bitini sindirib olib kelgansiz, bit-butunni telefon. Yo'q, men sizlarga olib kelib beraman deb boshim baloga qoldimi? Men sindirganim yo'q, nabrot orqada turgan ekan, men olib kelib beryapman. Nima deganingiz bu? Nima u? Tuhmat qotdi deyapsizmi? O'zini sinib qolmaydi telefon. Men qayerdan bilaman? Bering telefonni, men unaqa tuhmat qilmayman. O'zini sinib qolmaydi havoda. Havoda biladi, sinadimi? Men qayerdan bilay? U ayolingizdan so'rang, qayerda sinib qolganini. Menga unaqa tuhmat qilmayman. Olib kelib berganimga, tuzatib berasan telefonni. Olib kelib berganimga. Ay, plos maraz. Qilaman hozir maraz. Bo'yiga xohlaganingga qilgin. Ko'rsataman senga tushundingmi? Tuhmatga qolishmi? Bo'yiga qilgin, javob. Bo'yiga ko'rsataman, tushundingmi? Alo, assalomu alaykum. 1-2mi? Amatda bitta klient telefonni qolib ketgan ekan. Olib kelib bersam, o'zicha menga telefonni otib, qani tuhmat qilyapti-da. Manzilmi? Hozir men lokatsiyaga qarab yetib bo'ladimi? Uchtepa rayonda. Uchtepa rayon? Ha. Hozir o'zlari o'sha yerdamidi? Ha, men shu yerdaman. Ana klient ham shu yerda, mijoz. 5 daqiqada odam jo'natib yuboramiz hozir. Ko'rsataman senga, tushundingmi? Xohlagan ishingni